Turli og'riqlar, sinovlar va ruhiy ezilishlar bilan men qizlik uyimga qaytdim. Bu qarorim oilamizdagilarga birday yoqmadi. Kimdir to'g'ri qilibsan, hayotingni yangidan boshlab ol desa, yana birov esa uyingga qayt, sabr qil, oilangni buzma deb nasihat qildi. Men esa o'zimni allaqachon sovub, butunlay charchab qolganimni his qilardim. Boshimdagi og'riq stressdan chiqib keta olmadim. Yaqinlarim meni turli kuchli shifokorlarga olib bordi. Oxir oqibat shifoxona devorlari orasida o'zimni topdim. Ammo bu yer hamdardlarimga malham bo'lmadi. Na dorilar, na shifokorni ko'rsatmalari ishimdagi og'riqni yo'qota olmadim. Chunki yarador yurakni nafaqat dori, balki mehr, tushunish va adolat ham davolay olmas ekan. Kunlar shunday og'ir sukunatda o'tardi. Atrofdagilar gap so'zlari bir kun kelib tuzalasan degan tasallilari quloqlarimga chalinardi. Ammo ko'nglimda hech qanday ishonch qolmagan edi. Men uchun hamma narsa rangsiz, hayot esa ma'nosiz tuyulardi. Shunda men o'zimga savol bera boshladim. Axir bu yo'l qachon tugaydi? Men yana o'zimni topa olamanmi? Yana bir kun kelib kulishga, sevinishga, umid qilishga kuchim yetarmikan deb o'ylanib qolardim. Va bu o'ylanishimga javob topa olmasdim. Biroq ichimda yashirin bir uchqun hali ham so'nmayotganini his qildim. Balki shu kichik uchqun meni yana yorug'likka olib chiqishi mumkin edi. Oradan vaqt o'tdi. Men o'zimni yig'ib olishga harakat qila boshladim. Yarador yurak asta-sekin chandiqqa aylandi. Og'riq unchalik sezilmasa-da izlari qolib ketdi. Men boshqa ayollarga qaraganimda ularni kulgusi ortida ham dard yashirinib yotganini his qilardim. Hayot hammamizni sinaydi, faqat har kim uni o'zicha ko'tarardi. Shu payt erim kelib meni uyiga olib ketdi. Bizni uyimiz tanish bo'lsa-da begona tuyulardi. Har bir xona eski xotiralarni eslata boshladi. U mehr bilan qaradi. Hech narsaga majbur qilmadi. Faqat yonimda bo'lishini xohladi. Men esa chidab yashashga majbur bo'ldim. Dastlab hamma narsa qiyin edi. Oddiy odatlar, uning choy ichishi, jim yurishi, yotishi, odatlari ham meni bezovta qilardi. Qaynona bilan yuzma-yuz kelishlar, eski suhbatlarni qaytishi yuragimni yana siqdi. Lekin hayot davom etdi. Har kuni bir xil tartibga o'rganish, kichik suhbatlar, uy yumushlari asta-sekin yangi ritmga aylandi. Erim shovqin qilmay, sabr bilan muomala qildi. U menga bosim o'tkazmadi, balki shuning o'zi eng katta yordam bo'ldi men uchun. Men esa asta-sekin o'z dardim bilan yashashni, uni yengillashtirishni o'rgandim. Kichkina lahzalar yuragimni yumshatadi. Uning tasalli beruvchi qo'li, deraza yonida sukutda birga o'tirishimiz, oddiy kulgular meni jimlik orqali ham tinch topishimni xohladi. Kimlardir bizni ayirmoqchi bo'ldi-yu, lekin yana ham yaqin bo'lishimizga sababchi bo'ldi. Oradan vaqtlar o'tdi. Men chidab yashashdan ko'ra hayotni qayta qabul qilishni o'rgandim. O'zimga kichik maqsadlar qo'ydim. Kitoblarni qayta o'qidim. Yaqinlar bilan uchrashuvlar oz-moz bo'lib turdi. Bu mayda narsalar ham ruhimga tiklanishimga sababchi bo'ldi. Erim bilan gaplashish osonlashdi. Biz bir-birimizni tinglashni o'rgandik. Hamma narsa birdan tuzalmadi. Ba'zan eski og'riqlar qaytib kelardi. Ba'zan qorong'ulik qayta ustimni qoplar edi. Lekin men endi hayotga boshqacha qarardim. Sabr, mehr va o'zligimni tiklash uchun qat'iyat. Uy endi nafaqat devorlar emas, balki qayta tug'ilish joyimga aylandi. Men asta-sekin o'zim bo'lishni, sevishni va yana qayta umid qilishni
o'rgandim.